أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. Ey qizim, Shayx Ali Tantoviy. Agar o'g'il farzand otasining ismini ko'tarib yursa, qiz farzand uning o'zini ko'tarib yuradi. Shayx Ali Tantoviy. Jamiyatning darajasi ayollarning ilmiga qarab belgilanadi. Negaki johila ayol hech qachon yaxshi insonni tarbiya qila olmaydi. Bunga o'tmishdan ko'p dalillar keltirish mumkin. Ushbu kitob ayollar va qizlarning hayotimizda tutgan o'rnini, biz ular uchun javobgar ekanimizni yana bir yodimizga solishga sababchi bo'ladi. Shayx Ali Tantoviy rahmatullohi alayh. Sivilizatsiyalar tarixi yetuk shaxslarni tarbiyalashda ayollarning o'rni beqiyos ekanligini yaxshigina e'tirof etadi. Bu inkor qilib bo'lmas haqiqat. Sivilizatsiyalarning inqirozi esa bevosita ayollarga zulm qilish, ilm ma'rifatdan bebahra qoldirish natijasida kelib chiqqan. Tarix bunga xolis guvoh. Ba'zi jamiyatlar esa ayollar huquqini himoya qilamiz deya jar soladi. Ayollar kunini nishonlaydi. Biroq achchiq haqiqat shuki, bu jamiyatda ayollar mardikor bozori ham bo'ladi. Ayollar mardikor bozori bor yurtning esa xotin-qizlar bayramini nishonlashga haqqi yo'q. Xalqaro tashkilotlar og'iz ko'pirtirib jar solgan chinakam e'zozlash esa faqat islom dinida mavjud. Chunki musulmonlar qonun nazorat qila olmaydigan, faqat Allohgina ko'rib tura oladigan uyning